To'g'rirog'i yer endi bizni tortish o'rniga o'zidan itarayapti. Buni to'g'rilashning yagona yo'li bor. Bu ham bo'lsa yer osti olamiga o'tish. Sizlar yoqtirgandek, har doimgidek kulgili va qiziqarli video. Va yana agar hali ulgurmagan bo'lsangiz, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying. Negadir 68% odamlar bu ishni haligacha amalga oshirmagan. Buni albatta to'g'rilash kerak. Mana senga bo'lmasa, bu nimasi yana nimaga o'ylab teskani ko'nglim aynib ketyapti. O'zi bilardim, sen palakat chaqirgan joyga bormaslik kerak. Hammasi shu qadar noodatiy, bugun hali ko'p qayd qilaman shekilli. Shuncha xafa bo'lmaysan, o'rada mamnun qilaman. Ey, nima qilganing bu? Obbo, quladim yoki to'g'rirog'i uchib ketdimmi? Xo'sh, nima endi cheksiz qulaymanmi? Yo'q, kislorod yetishmayapti. Qanchalik hammasini odatiy ko'nglim aynib ketyapti. Tezroq hammasini avvalgidek qilishimiz kerak. Buning uchun esa nezerga otlanishimiz kerak. Shuning uchun shoshildik. Nima? Atagi nezer portal qurishni keyinroq aytmaysan? 5 daqiqalik ish-ku. 5 daqiqalik ish, ishonching komilmi? Ishonchim komilbek, yo'y beraman. Har doim Minecraftda daraxtni oxirigacha chop deyishadi-yu, lekin bu Minecraftda emas menimcha. Ukam, teskari Minecraft bo'lgandan keyin shu-da. Ha, oyog'imiz tagidagi barglar yo'qolib ketsa yomon bo'ladi. Oho, manzarani qara. Qanchalik qayd qilgim kelyapti. Qiziq, suvga tushsak nima bo'larkin, tekshirib ko'rish kerak. Ha, faqat bundan oldin kel o'zimizga hech bo'lmasa tosh aslahalar yasab olaylik. Mana buni qara, verstak. Hamma narsa juda ham g'alati. Nezerga portal qo'yish oson vazifadek tuyulishi mumkin, lekin bunaqa Minecraftda hattoki shu ham oson bo'lmasa kerak. Kel, shuning uchun reja tuzib olaylik. Bunisini menga qo'yib ber, patsanjon. Reja bunday: temir kovlaymiz, paqir yasaymiz, blok to'playmiz, lava ko'la qidiramiz, oxiri topamiz va portal yasaymiz. Ajoyib, unda yuqoriga kavlab, pastga kavlashda davom et. Endi o'zingcha aqllisan-da, zo'r gapirdim deb o'ylayapsan-da. Seni gaplaringga asta-sekin immunitet paydo qila boshlayapman. Bilasanmi, ko'nglim aynishdan to'xtadi. Bu ko'nda o'zimni yaxshi his qilyapman. Sababi hamma yer xuddi yaxshidek. Lekin tashqariga chiqsam o'lib qolaman. Gapirma, mening ham ko'nglim aynayapti. Xo'sh, o'zimga tosh kirka yasab olsam tayyor. Yur, tezda suvga tushib ko'raylik, nima bo'larkan qiziq. Hozircha tasavvur ham qila olmayapman suvga tushsak nima bo'lishini. To'g'rida tasavvur olaman. Kengaytir desa yo'q deysan. Voy, hammasi shu qadar noodatiy. Va yana ko'nglim ham aynayapti. Ozgina vaqt kerak-da, keyin sal-pal ko'niksa kerak. Men umid qilaman. Mana ustimizda suv. Xo'sh, nimani kutib turibsan? Tezroq qursang-chi. Shoshilma, hammasini hazm qilay. Nimagani o'qib qolamayapti, ha? Jo'ga tegdi, qolganiga o'zing qurib ol. Yaramas, yaxshigina quriyotdik-ku. Menda bloklar juda ham kam. Qani, suvga kirib ko'ramiz? Xo'sh, nima bo'ldi? Hammasi joyidami? Cho'kib o'lmayapsanmi yo qulash degan? Wow, biz gravitatsiyani yengdik. Faqat bitta muammo. Qanday nafas olamiz? O'zi boshimni chiqarsam qulayman-ku. Cho'k o'lay dedi, bu xavfli edi. Bilasanmi nima? Bizga eshiklar kerak. Juda ham ko'p eshik kerak. Shunday qilib biz suv ostida yura olamiz. Sensiz ham daraxt chopishga ketayotgandim, e'tiboring uchun. Chopdik. Daraxtni yog'ochga aylantiramiz va ulardan eshiklar yasaymiz. 3 ta yetib qolsa kerak menimcha. Ko'proq yasa, xasis cho'k o'lasan oxiri. Xavotir olmasang-chi, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, olg'a suv osti sayohatiga otlanamiz. Balki suv osti koni topib temir ham kovlarmiz. Axir bu bizning birinchi maqsadimiz edi. Nima bo'yi tepaga qurib ketdi? Yaxshigina yo'l quryotuvdi. Ha, shunaqa. Suvga sho'ng'iymiz. Qulay deyish qiyin, lekin yashasa bo'ladi. Xo'sh, ozgina o'rganaylikchi, nimalar bor ekan baliqlardan tashqari bu yerda? Nima borligini bilmadim, lekin havo yo'q, o'lib ketmadi ag'ir. Ha, bunisi aniq. Faqat hozir tushirib yetdim. Bu eshiklarni men o'zi bilan ola olmayman-ku. Suril, bosh qotirmasdan nimadirlar deb yotibsan. Bunaqa turishda shunchaki blok juda ham sekin chopiladi. Lekin unchalik ham emas, uddalasa bo'larkan. Boshni qotiryapsan, undan ko'ra temir qilib, suqulishni qara. O'zing ham hozirgina shunaqa qilding-ku. Ketdimi, o'sha senga sovg'a. Tepangda suv osti koni borga o'xshaydi. Unda nimani kutyapsan? Men oldim-da, bas. Qana nafas olib bo'lmayapti, nimadir qilish kerak. Qani ko'raylikchi, bu yerlarda nimalar bor? Yo, mis kerak emas, menga temir kerak. Havo tugayapti. Hozirroq eshikni o'rnatishim kerak. Qo'yilsa-chi, qo'yildi, nimaga qo'yilmaydi? Yaramas eshik. La'natni tepaga qo'yish kerak, eshik tepaga qo'yish kerak. Men senga nima dedim? O'lib ketasan dedimmi? Yo'q deysan. U yog'i tepa bilan past farqiga bora olmayapsan, yurishingni qara. Oho, shuncha joyga qaytish kerak. Umid qilamanki, sen yo'ldagi eshiklarni sindirmaganing Creeper. Bunaqa olamda qochib ham bo'lmaydi bu yaramaslardan. Yana boshqatdan asahalar to'plaguncha yaxshisi shunchaki yo'lda qoldirilgan eshiklardan yetib olaman. Delfin oldimga kel, menga tezligingdan ulash. Rahmat. Bilmadim, delfinning yordamisiz bu yergacha qanday kelardim, lekin men bu yergacha keldim. Xato qilmasam edi. Yaxshi, men mamenta
sharoitlar qilib qo'ydim. Zo'r, temir kovlash o'rniga hamma narsalarimdan ayrildim. Sen siqilma, hozir hammasini boplayman o'zim. Lekin siqilsang siqilaver, menga nima? Buncha xavfli yo'l qurasan, sal shuni to'g'riroq qilsang bo'ladi-ku. Men nimjonlar uchun yo'l qurish niyatim yo'q. Xullas, bundan rasvosi bo'lmaydi. Men u yoqqa nima qilishni bilmayman. Hozir chiqsam qulayman-ku, nima qilay men? Nimadir o'ylab topish kerak. Topdim. Ana uni ko'ryapsanmi? Cho'kan kema borga o'xshaydi. U yerda esa temir bo'ladi. Cho'kan kema zo'r-ku, faqat u qayerda men negadir ko'ra olmayapman. Ana, to'g'ringda. G'ilay, shuni ham ko'ra olmaysanmi? U ona ko'rganga o'xshayman. Rostdan ham kema, dahshat zo'r kema. Ha, bundan zo'ri bo'lishi mumkin emas. Mayli, tupur kemaga. Menda undan ham zo'rg'oyam bor. Qayiq qo'yib o'tirib ko'rish kerak. Ha, rostdan ham qiziq nima bo'lar ekan? Menimcha qayiqni o'zimiz bilan tortib ketsak kerak-ku, lekin mana tekshirib ko'rish kerak. Eksperiment X o'tirib ko'ramiz. Nima bo'ldi? Men ham o'tirib ko'ray. Nima? Butun dunyo ko'z oldimda aylandi. Men o'zimni tirikdek his qilyapman. Xuddi butun dunyo yangi bo'yoqlar bilan bo'yalgandek. Yoki butun dunyo 180 gradusga o'zgargandek. Sababi xuddi shunday ham bo'ldi. Qayiq haqiqiy chit ekan bu olamda. Faqat undan tursak nima bo'ladi? Mana shuni bilish kerak. Tagimizda buzilgan portal. Hozir shartta qayiqdan chiqib suvga otilib kirishga ulguramanmi yoki yo'q? Undan oldin mayli hamma narsalarni tashlaychi har ehtimolga qarshi. Xo'sh, tekshirib ko'ramiz. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ketdi. Meni hech qachon unutmanglar. Meni osmon o'z bag'riga tortyapti. Tushunarli, qayiqdan tushish 100% o'lim degani. Yaxshiyamki hamma narsasini suvga tashlashga ulgurdi. U suv ostidagi pufaklari ular qayiqni buzishi mumkin. Yaxshi u yerga bormaslik kerak. Qiziq. Men qandaydir qilib ustimni yopib, mana shu qayiqdan baribir tusha olabomba. Yo'q, qadaysiga ustiga blok qo'yaman men axir. Oldinga teleportda ishil qilganimda tagingda paydo bo'ldim. Bu degani men tirikman. Nahotki qayiqdan tushishni tuzukroq usuli bo'lmasa, jahlim chiqib ketyapti ustiga blok qo'ya olmayotganimga. Hammayli men nima qilishni bilaman. Hozir shartda turib, blokni qo'yishga ulgurish kerak. Yo'q, bu shunchaki ilojsiz. Endi osmonga jimgina qulashga to'g'ri keladi. Rostdan ham qayiqni tagida paydo bo'ldim. Nafas rostlaymiz. Mayva ko'plar seni o'zidan itaradi. Nima? Nega shuni ertaroq aytmading? Yo'q, nimaga? Bo'ldi, hamma kemada yo'lni davom ettiramiz. 1 2 3 ketdi. Top qayoqqa yurayapsiz? Yana bir cho'kan kema, nahotki uning ichida bizga kerakli bo'lgan obsidian bo'ladi. Yo'q. Hech bo'lmasa birinchi temir va nihoyat temirimiz bor. Faqat bizga ko'proq kerak edi. Qani yo'lni davom ettiramiz. Bilasanmi nima? Kimdir o'zini qurbon qilish kerak. Mayli, bu men bo'la qolay. Narsalarimni ushla. Qurbonlik, lekin nega sen o'zingni qurbon qilib quyoshga uchib ketyapsan? Yorib ketasan-ku axir. Ikarus, nega bunday qilding? Shunchaki axir mana bu daraxtni tagiga kelib, keyin bemalol tursa ham bo'lardi-ku. Buni qara aqllini, o'zingcha aqllisan-da, mana men ham tirikman. Hozircha. Mana hozir ozgina qoldi, men undan bor yo'qol hammang. Narsalaringni bekor daraxtlarga otding. Endi u yerdan qanday olasan? Men olaman, sen tomosha qilasan. Bu qora o'rmon bizga gravitatsiya qurbonlari uchun eng zo'r joy. Sababi bu yerda daraxtlar bir-biriga juda ham jips joylashgan. Lekin bilib qo'y, men narsalarimni qaytarmasdan qo'ymayman. Men ham tosh asboblar yasab olishim kerak. 4 ta verstak minginmay kerak. Men oltin kirkani ushla, men qaytarib oldim. Men narsalarimni aytganimni qilaman, sen yuribsan pachoq. Kirkani olmadim bor edi, sen esa u bilan bir dona ham ko'mir kavlamading, to'g'rimi? O'zi o'tlikda blokka yetsa. Xo'sh, agar hozir yuqoriga qarab kovlasak, bu degani biz pastga tushyapmiz. Shuning uchun biz yuqoriga kovlaymiz va temir topamiz. Qanday g'oya?